hajga navbatingiz keldi aka. Bunaqa tez keladi. O'ylamagandim. Faqat 3 oy ichida to'lov qilishingiz kerak. Yetmaydi xotin. Bolalarni chaqiramiz hammasini. Bolalarim sizlarni yig'ishdan maqsad ona ikkalamiz yiqqan pul hajga ketishga yetmayapti. O'shanga biroz bir yordam ko'rasizlarmi degan maqsadda to'plagan edim sizlarni. Endi hozir hammada ham ortiqcha pul yo'q. Choli kampir bu xazinani baquvvat qilmagan ekansizlar-da. Mana shu zirani sotaylik. Nega? Bu buvingni sovg'asi-ku qizim. Bobom bilan buvim juda ham hajga borganlar kelyapti. Menga tilla zira kerak emas. Dadam bilan onamni hajga jo'natmoqchi edik. Shunga agar to'lovni hozir qilmasak, navbatlarni boshqaga berib yuborishar ekanda. Tushunarli. Shunga Xizmat haqingiz. rahmat aka. Buni ota-onangizga bizning nomimizdan hadya qilib qo'ying. Yo'q, shart emas aka. Oling. Xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi qizim? Allohning yana qanaqa sinovlari bor. Bu pul Masturani yonib ketgan uyini qayta tiklash uchun. Ustalarni chaqiring. Rais, Tushunmadim. hammamiz yordam beramiz. Sog'ol aka. Bu kunni necha yil kutgandingiz? To'g'ri. Lekin Mushtafar qo'shnimni boshiga musibat. Men hajga borsam, Alloh meni hajimni qabul qilarmi? Menimcha